Endi dasturchi.uz saytiga kiramizda bitta masalani ko'rib tanlab olib yetsak bo'ladi. Men o'sha masala tanlab qo'ydim. Hozir endi shu masalani ko'rib chiqamiz. Bu masalani shartini kiritib olamiz. Buni kommentariya qilib olishimiz uchun oldiga shu belgini qo'ysak, bu kommentariya bo'ladi. Va bu masalamizda avval bu sonlar berilgan ekan va berilgan ikkita sondan eng kichigini topish kerak ekan va shuni konsolga chiqarish kerak ekan. Endi agar ular teng bo'lsa, teng so'zi konsolga chiqib kelish kerak ekan. Endi biz o'zgaruvchilarni e'lon qilib olamiz. Intni a va bu orqali, ya'ni bu faqatgina endi butun sonlarni chiqarib beradi. Intga a deb 3, int b deb 4 ni kiritib olsak bo'ladi. Buni tepanozda ham qilib ketishimiz ham mumkin. Endi bizda keyin shularni chiqarib olishimiz uchun ifdan foydalanishimiz kerak. O'zi bugungi mavzumiz if bilan if else ko'rib chiqishimiz kerak. Endi hozir bir usulni ko'rib chiqamiz. Ya'ni if else usulini. Bunda agarda agar b katta bo'lsa a dan bizga print f bilan berib ketamiz. Bilasizlar buni. Bunda bizga bni ani chiqarib berdimiz. Chunki bizga aytgancha kichigi kerak edi. Shuning uchun ani chiqarib berdimiz. Else bilan bilasizki shart berib bo'lmaydi. Buni qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham biz else if qilib berib ketsak bo'ladi. Ya'ni agarda u bo'lmasa buni qil degandek ma'noni beradi va bunda agarda a katta bo'lsa b dan bizga buni chiqarib ber degan shartni berishimiz kerak bo'ladi va albatta else ifni ichi ham figurali qavs bilan yozilishi kerak bo'ladi. Endi buni bajarishida qanaqa bo'ladi? Birinchi shartni bajarsa shu a chiqadi. Agarda bajarmasa else ifga o'tib, unaqada bizani ekranimizga b chiqish kerak bo'ladi. Endi keyin yana bittasini berib ketishimiz kerak. Ya'ni tengni ham chiqar degani uchun else bilan berib ketishimiz kerak. Ya'ni agarda ikkalasi ham bajarmasa, unda teng degan sonlar teng degan yozuv chiqsin degan so'z berib ketishimiz kerak bo'ladi. Endi hozir buni ishlatib ko'rsak bo'ladi. Buning uchun bilasizlar, albatta run qilishimiz kerak. Hozir endi xatolik berdi. Bunda xatolik int main yozib ketmabmiz. Tepada int main funksiyamizni yozib ketishimiz kerak. Int main void deb yozib ketiladi. Shunaqa keyin figurali qavs ochilib va bu eng oxirida yopilib ham qo'yilishi kerak. Endi ishlatib ko'rsak bo'ladi. Ana to'g'ri chiqdi, 3 chiqdi. Sababi faqatgina if kompyuter o'qib, pasini o'qimasdan turibdi. Ya'ni u shart bajarilgandan keyin pasini o'qish kerak emas deb hisoblab, pasini o'qimasdan turibdi. Demak, javobimiz hozir shuning uchun ham 3 chiqdi.